Bu safar mashinachamizda iftorlik uchun suv va xurmolar tarqatdik va ularni olgan odamlar doimgidan ham ko'proq xursand bo'lishdi. Oldingi missiyadan farqli o'laroq mashinachamizdan eski aravacha va qo'lini olib tashlab, o'rniga shunday maxsus suv ushlagich qo'ydik. Qani unda suvlarni tarqatishni boshladik. Отшиб. Я вперед. Что именно? Назад? Давай. Как раз розовый рисовал. А что не открывается? Она не знает. Я обещаю, довольно долларов соуса. Осуждаю. Ramazon yaxshilik qilishga eng munosib oy. Bugun kichkina mashinachamiz yurtdoshlarimizga bir qancha xursandchilik olib keldi. Odamlarga bir qultum suv ulashish oddiy ish, lekin uni zamonaviy texnologiyalar orqali bajarish va texnologiyani yaxshi maqsadlarda ishlatishni yoshlarimizga ko'rsatish albatta o'zgacha bo'ldi deb bilaman. Ha aytgancha, biz tarqatgan suvlar Safo Water tomonidan taqdim qilingan. Ularga suvlar uchun alohida rahmat aytib qolamiz. Ramazon oyi barchamizga muborak bo'lsin.